Assalomu alaykum. Qutlug' xonadonga qutlug' qadamlari ila tashrif buyurgan nuroniy otaxonlar, munis onaxonlar, aziz mehmonlar, mehmonlarga qamishdan belbog' bog'lab beminnat xizmat qilayotgan mezbonlar, barchalaringizni bugungi bugungi kechamizga barchalaringizni xush ko'rdik va xush kelibsizlar deb qolamiz. Ushbu kechamiz sababchilari Kiyotura ukamiz Salohiddinjon va ularning umr yildoshi bo'lgan kelinposhsha singlimiz Charosxonlarni baxt va visol oqshomiga o'tirar ekanmiz. Men o'zim nomimdan qolaversa, mana shu yerdagi barcha qora ko'zlar nomidan aziz kelin-kuyovlarga baxtdan esa tosh talab qilamiz. Bir hazil ohang bor to'yida. Ertangi tashvish uyida, g'amlari to'kilar to'yida. To'y bo'lsin Kamsamol qishlog'ida. Azizlar qadrdonlar, kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Aziz kelin-kuyovlar, o'z joylaringizga o'tirib olishlaringiz mumkin. Kiyoturalarni oshnalardan iltimos qilardiki, davrani sal tartibga olib, bugungi mehmonlarga xush kayfiyat va xush muomala bo'lamiz degan umiddamiz. Bugungi kechada men Kabinai Kamtarin Gulmiray Qubodiyoni va ustoz san'atkor Asliddinjon Eshon bobomiz va Tohirjon akamiz va shogird ukamiz Abdusalomjon Rustamov sizlarning xizmatingizdamiz. Mana shu bugun kechada internet ijtimoiyga taniqli va tanilib kelgan, mana shu xalqimizga xizmat qilib kelayotgan Erkinjon akamizni talabiga binoan tashrif buyurganmiz. Ya'ni Qubodiyon TVni talabiga tashrif buyurganmiz. Marhamat, kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Navbatni esa san'atkorlarga beramiz va ulardan sho'x-shodon o'zimizni to'yona kuy qo'shiqlarimiz bilan sizlarning ko'ngillaringizdan olamiz. Marhamat, ustoz san'atkor Asliddinjon Eshon bobomizga navbatni beramiz. Marhamat.